Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, Darvoza Olam kanali kuzatuvchilar, qadrli obunachilar. Yana o'ndan oshiq darvozalarimiz Namangan shahrida sexdan turib syomkalarni qilyapmiz. Darvozalarimiz tayyor bo'ldi. Darvozalarimiz summalari, qayerga borib o'rnashlari hammasini batafsil videoda qisqa qilib turib ronda tushuntirib o'tamiz. Darvozamiz Rossiya Federatsiyasi Kyaxta shahriga o'rnaydi. Bitta katta darvozamiz, bitta kichkina eshigimiz bor. Darvozamiz ikkitasi 23.500.000 so'mga hop dastavkasi bilan qilib beradigan bo'lganmiz. Furalarga chiroyli upakovkalarni qilib yuklab beramiz. Rossiyaga, O'zbekistonning 12 viloyatiga dastavka ustanoklarimiz besplatniy holatda bir o'rnaydi. Qo'shimchasiga SNG davlatlarga ham kelishuv asosida dastavka ustanoklarni qilib beramiz. Bu darvozamiz Rossiyaga bo'ladigan bo'lsa, mana bu darvozamiz Farg'ona viloyati So'x tumaniga. Bu darvozamiz Samarqand fason darvozamiz, bu ham o'sha Andijon viloyatiga borib o'rnaydi. Darvozalarimiz ko'rishingiz mumkin, bir-biridan o'ta go'zal, o'ta chiroyli holatda shohona fason darvozalarimiz. Endi mana darvozamiz, mana sherikalar bilan chiroyli ishlovlar berganmiz. Bu ham 2 qavatli variantda, shumkali variant, Samarqand fason darvozamizga ozgina o'zgartirishlarni kiritganmiz. Bu darvozamiz hop Tojikistonni Noxiya degan joyga borib o'rnaydi. Dastavka ustanoklarni qilib beradigan bo'lganmiz, kelishuv asosida. Yana bir darvozamiz bor, high-tech fason darvozamiz. Bu darvozamiz ham razmerlar gigant razmerda. Eniga 3.90, balandligi ham 3.90. Qonni 40 sm nalishkalarni ishlovlarni berganmiz. Darvozamiz Andijon viloyati Xonobodga zakaz bo'lgan. Mana bu high-tech fasondagi darvozamiz bu ham endi Tojikiston Dushanbega borib o'rnaydi. Darvozamiz razmerlari 3.90 ga balandligi 3.80, ponni 20 sm nalishkalarni ishlaganmiz. Soflarga ham o'zgacha ko'rinish qilib turib, o'zgartirib qo'yganmiz, ko'rishingiz mumkin. Darvozamiz dastavka ustanoklarni aytib o'tganimizda O'zbekiston bo'ylab besplatniy holatda borib o'rnaydi. SNG davlatlarga kelishuv asosida. Tojikiston. Bu darvozamiz Buxoro viloyatiga borib o'rnaydi. Andijon, o'zimiz Namangan viloyati Kosonsoyga borib o'rnaydi bu darvozamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, ekrandagi nomerlarda WhatsApp, Telegramlarimiz bor.